Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli görünmeler. Vaka ve Mülayiz programımızın 45. saniyini görüşmelerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görünmelerimiz hemalığa malum boğandak. Biz bu programımızda her daim gün tertipteki bulup mu bizden vatanimizge alakadar boğan muhim meselelerini vaxtida mutaxassislerimizin teklif kılıp söhbet kılıp kelavatımız. Bugün müşünün cümlesini tünügün ilanımızda belgendek müşü yıkınkı en muhim gün tarafını baran söhbetleş için Ankara'dan hemen tanışık boğan nurgun programımızı yıllardan buyan devam kılıp kelavatkan Ankara Hacettepe Üniversitesi Tarih Fakültesi okutukçusu şunakla strateji mutaxassisi ve Dünya Uygur Kurultayı'nın muavin reisi Doktor Erkin Ekrem teklif kıldık. Hürmetlik doktordan kıymetli vaxtını çıkarıp programımız katılış belgelik için köp rahmet etimiz aldı. Ben rahmet etmem. Allah razı olsun. Kadirli görünmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarqıtılıvatıdı. Ekran alda çıkıp durvatkan numaramız şundaqla. İctimai fikir vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arkalık programımızga alaqadar har qandaq fikir teklif olsa belişanlarını suallarına bolsa soruşunlarını ümit qılımız. Şundaqla köplegen qeyrindaşlarımızdan paydalanış üçün hem baharlap qo'yishni ham unutmaysizlar. Bugün biz temamizni Xitoyning halokati urush bilan boshlanamdi degan shaklda qo'ydik hamda. Hammamizga ma'lum bizningki kundalik xabarlarimizni ko'rayotganlar bo'lsin yoki boshqa programmalarimiz bo'lsin. Dunyo vaziyatida mayli qaysi davlatda yashayotayli bo'layotgan siyosiy sohadagi Xitoyningki mayli atrofdagi zo'migarligi, vatanimizdagi irqiy qirg'inchilikqa qattiq bostirishi davom qilyotidi. Xitoyga nurg'un jazolar berilyotidi. Ammo buning ta'siri xuddi ko'rinmagandek bir shaklda davomlashyotidi hamda. Bu Xitoyga qarshi nurg'un ittifoqlar tuzilyotidi. Bugun inshaalloh vaqtimiz qis bo'lgan bo'lsa, nurg'un masalalar va paranglashilgan, suhbatlashilgan. Buni vaqtimiz yetgancha tilga olishga tirishamiz. Unda bo'lsa doktor bevosita programmamizga kirib ketsak hamda. Aldı bilen şu vatanimizden başlaylı xalqaradaki Xitoyga qarshi siyasetlerinin suhbatleştim var. Hem de bilimiz ahirki yaqinqi 5-6 yıldan buyon Xitoyning nimalarni qilayotganligi bu so'zlanmagan bir ayish qolmagan bo'lsa kerak. Nurg'un analizlar deyilyotdi, nurg'un xalqaro dokumentlarda birdan-bir o'ttirib qo'yildi Xitoyning jinoyatlari, irqiy qirg'inchiligi, bostirishi. Muşundaq bir vaziyatda yana shundaq besim jazo bo'lishi qaramasdan Xitoy masalan shu 30-iyun silliq yig'ini ochib butun JX organlari vatanimizda yana 100 kunlik atalmış qattiq bostirish, tozalash atalmış yoz fasllik amallik saqlash bo'yicha zarb berish, tuzash harakatini chunqur qanot yedirish nomida buning sinlirma e'lon qilindi. Xotanda xalqni qo'rqitgan shaklda xalq vahim uchirish uchun nurg'un askarlarni, ishchilarni ko'choq silib. Bunda yana bostirman, mushtugutman, u bu deb yana shu atalmış bu qalpoq bilan yana acaba insonning degisi keldi. Bu qaysi xalq qolib qolganda millionlarcha insonni menda vayron qilib bo'lib, yana shunchalar besim bo'lishi qaramay, xuddi yana jamiyatda kunda bir ish bo'layotgan bir rayondagi bizning vatanimiz. Bu tajovuzchilikni, bu vahshiylikni qilishidagi sabab nima sizga? Buning qanday baho berasiz? Kim qoldi vatanda yana bostirilgan Xitoy hamdi? Hamda buni Xitoyning zihniyat chetdan qaraydigan bo'lsak, Xitoy shu o'zining bo'lmagan millatlarni assimilyatsiya qilishninki o'yi va fikri va falsafasi. Ya'ni tarix chetdan. Psixologiya chetdan desak, bu ishg'ol qilingan bir rayonning qo'ldan chiqib ketami deydigan bir ansirashma bor. Chunki tarixda nurg'un mashundaq o'xshash ahvollar bo'ldi. Uningdan boshqa bu Sharq Turkistonning boyliqlari bor. Hozir neft bo'lsin, tabiiy gaz bo'lsin, paxta bo'lsin va nodir madanlar bo'lsin. Hatto pomidordagi nurg'un meva-chevalarni dunyoga setilyapti. Xitoy uchun bu pul tepiryapti. Bundan başka Şarkı Türkistan'da bu Xitoy uchun shu O'rta Osiyo bilan Yevrosiyani bog'laydigan bir rayon hamda Sharq Turkiston. Xitoy bu yerdan chiqdimki, undan keyin qolgan davlatlar bilan munosabatlarni qura oladi. Bo'libmi shu 2013dan keyin
şu Yeni İpek Yolu stratejisini oturup koygandan beri Şark Türkistan'ın ki bu stratejik ornu tekimi ehemmiyetli. Yani bu Şark Türkistan ve ben degендek sırtını Xitayga bağlayan bir rayon boğaçka. Eğer de bağlayamayan takdirde Xitay bu rayonga çıkamaydı yani. Yeni İpek Yolu stratejinin bir kanıtımı sungan bulundu. Hem de bunda bir milli menfaat değil Xitay'dan. Çünkü av strateji, oyun bir strateji bu başka. Bu milli menfaatini emelleştirmiş için bu Şark Türkistan'da yani Xitay tarafından degende mukumluğunu qoğdap kılış. Ama mukumluğunu qoğduğun vaxtda iptidai bir uslubunu işintivatıda o bolsa bu rayondaki halkını yok tuş. Hem de yok tuş degen vaxtda bu beden cette yok düşemez. Yani bir canlılığına nefes algan bir canlılığına yok düşemez. Yani senin kimliğini yok tuş. Dinini, tılını, örf adetlerini, hatta kabristanlarını hemini yok atkandan keyin sen kimliksiz kalırsa, kimliksiz kalgandan keyin hem de Xitay sana kimlik sunuvadıdır. Yani Xitay kimliği, Cumhuriyet Milleti kimliği, partini soyar bol, bunun için Xitay'ını soyar bol, Xitay tılını bilgen, degende nurgun müştak kimlikini toluklaydıgan bazı siyaset nima kılıvadı. Yani çıkıp gelgen çapta özünün menfaat üçün Şark Türkistan'da habersiz degen o zulümünü ilip bir vadı. Hoş, doktoram işade sözün oldu ahırdan bu şu. Beden cihetinin fizikilik yokutuş emas, kimlik, her cihetin yokutuşunu nişan kıvat kalığında olsun. Ama lakin biz bilimiz ki muş yıllardan bir yan meyli lagırdan açıdaki pacialar olsun, sırttaki aldığı gelgençe qançılığan halkımızını hem fizikilik cihetten mi yokutuvat kallığı sanını fakat elbette iniq bilmeymiz ama lakin şu tutup ketilgen, begunoh tutup ketilgen, hatta kuyup berilgenlerden ama kısqı vaqtdan keyin o'layotganligi faciali şekilde. Bu mu uçuq bir irqiy qirg'inchilikning bir ko'rinishi deb qarashimiz kerak emasmi albatta? Menimki davatkanım millet yani bütünley bir milletini yokutuş yani bedenini yokutuş. O çetin dağıtımı. Hem de neçe milyon Uygur'unu yokutuversem ama millet yokuluduğu manavi kemeydi. Benim demekçi boğunum yani Xitay bu Şark Türkistan'ın 10-20 milyonluk Uygur ne 20 milyonluk yani umumi Şark Türkistan halkını bunda beden cetten yani fiziki cetten yoktamayı. Ama yoktamıgaçka onunki kimliğini almıştırmakçı. Bu mesela bu Mançur İmperiyası'ndan biri Şark Türkistan'da öldemigen adam kalmadı. Şark Türkistan zemininin her bulunmuşkakta tökülgen kan var. Şehitlerinin kanı var. Şununla bu ben alakalı bütün millet yani Şark Türkistan milleti cidden demek istiyorum. Hata düşünüp kalmasını hep sordum. Ben hem de bazılar kalayım kalmaya başka şekilde onu burap inkasla yazılmasını yapacağım. Doğru. Hem de bu yerden hem de Xitay degeninizdek muşundaq vahşiliklerini to'xtavsiz holatda elib beryapti. İhtimal fikir vasitlardaki 100 minglarning ichida balkim bir qanchasi haliga erkin dunyoga chiqishi mumkin yani. Xitoyning ijtimoiy fikr vositalaridan elinib bilgan chet eldagi nimalarga chiqayotgan ancha-muncha ko'rinishlarni insonning tinni shurkandirdi hamda. Bechora narsiylarimizni ko'rayotgan kuni. Mushundaq vahshiy jinoyatlar bo'layotgan bir payt, yana Xitoy davomli yaqinda BDT'ning 53 navbatlik kishilik huquq yig'ini ochildi. Yana bu yerga bizning vatandan yana shu qo'rchoq amaldorlarni uni buni chiqib, buni yillardan buyon Xitoy to'xtamay shu oqmaydigan safsatisini setishni davomlashtiryapti. O'zini oqlayapti. Bitta mush yaqinda bo'lganda bizning ona tilimizni yo'l qo'ygan hamma millatning ishlatayotganligini, erkin ekanligini, majburiy emgak degan narsaning yo'qligini u bu deb bir muncha janvada yana bu safsatini satdi. Ya aşağıda so'zlayotgan Xitoylarmi o'zi yoki chiqqan shuni so'zlayotganlarning hammasi o'zining so'zlayotgan so'ziga balkim ichida o'zimi ishonmaydiganlar mencha aniq holat. Shu so'zlayotgan so'zning yolg'onligiga bilib turib boshqalarni oldiyanmaydiganligini
Hech kim bu quruq safsatiga ishonmaydiganligini bilib turib, to'xtamay bu safsatini setishi, aqmaydigan matosini setishi nima uchun sizga Xitoyning? Hamda bu devletninki milliy manfaati hamma nimadan a'lo deydigan bir gap bor. Bu ulus devlet, yani nation state degan bir qurilma paydo bo'lgandan beri bütün devletler milliy manfaatini asas qilgan chog'da o yolg'on gaplarni yoki shunga o'xshaydigan burumlab gapiradigan so'zlar bo'lsa hammani deyalaydigan holiga keldi. Bugun misoliga Xitoy Tayvanga bisim ishlatyapti. Bundan keyin Amerika ve G'arb devletler bu Tayvanni himoya qilish bilan Tayvanga yordam qilgandan keyin Xitoy deydi, bu Amerikaliklar Japon Tayvanga yardım qilishga Tayvan boğazındaki bu jiriklikni kesinleştiriyordu, yani yıkımı ciddileşiyordu deydi. Mana degan joyda xuddi to'g'ridek ko'rindi, ama bu Tayvan'a bisim ishlatgan kim? Yani kural bilan tehdit qilgan kim? Yani Tayvan'ı alımen degan kim? Yani Xitoy. Aslında Xitoy yaratyapti ciddi ahvolni, ama bu haqqa atib qo'yapti. Bu da hozirgi Rusya mı shunday? Ukrainaga hujum qilib kirgansan, tajovuz qilgansan. Hozir bu NATO yardım qilsa Ukrainaga, voy bu NATO shu Ukrainani jiddiylashtiriyotir vaziyatni. Ularni qo'llagan emas, shu jangni uzitish va jangning texmi qiyin ahvoliga ishtirib mingyotidi deb gunohlarni boshqalarga atyapti. Yani bu Hazreti Ali'ninki bir sözü var mı? Adalet bulmayan yerde bu insanlık bulmaydı deb. Şununla hazır bu dünyada mühim bir narsa kam o bolsa adalet yani. Adalet bulmagandaki insanlık kalmagan gap, insanlık kalmagandaki vicdan degan narsa yok. Vicdan bulmagandan hem de her qanday yomon ishlarni qila oladigan holiga kelib qoldi. Xitoy mana shunday bir ahvolda. Yani bütün yağan gaplarni ming qatim desam, to'g'ri deb ishindi deydigan tushunchasi bor. Yani birisi bu hozirgi dunyoda bunday bir ahvol bor. Mayli birileri to'g'ri desa, to'g'ri gapni qilsa, yolg'on gapni qilsa yoki boshqa bir xil gap qilsa, uning egishadigan odamlar baribir chiqib. Shuningga men desam, baribir ishindiganlar bor. Onun ikincisi, ben çok bir iktisadi bazara ilgi olan bir devlet. Nurgun devletler benim bazarıma ihtiyaç var. Yani benim bazarım taraflarını celip kılalaydıgan bir güçlü ilgi. Şununla ben neyim desem, şulama gibimle kırıdı, anlaydı, beni halaydı deydigan bir göz karşı var. Üçüncüsü olsa, Xitoy G'arbliklarning ki bu kıymet karşılığına hemsiga karşı. Eksice özünün kıymet karşılığını dünyaya yiyiş kıtırışıyordu. Şununla bu Xitoy şu sebeplerden tüpeyle korkmay, xalqaro sahnelerde yağan gaplarni so'zlaydigan holiga kelyapti. Özünün gapini to'g'ri deyish uchun seni xatosini yomon deb ko'rsatish lozim. U vaqtida Sharq Turkistonliklar terrorist deb ko'rsatdi. Chunki xalqaroda terrorist degan vaqtida uni qabul qildigan yoki terörist yamanki degan tushunchada bo'lgan odamlar xili bor. Shuningga Uyg'urlar terörist desam, chiqadam ishindo misoliga ba'zi arab davlatlar ishindo, Yevropa O'rta Osiyodagi davlatlar ishindo deb uni hamda g'arb davlatlarida mas sityapti. Bu deydi bu Sharq Turkistonliklar shunday chet kuchlarninki ta'sirisi bilan shu hokimiyatga qarshi chiqyotidi, bomba qo'yyotidi, odam o'ltiryotidi deydi. Ama bu Xitoy hükümeti sebepni almashtırıyordu. Yani neticeni sebep kılıp gösteriyordu. Belki bomba koyuş ve u yerda isyan çıkarış, baş kaldırış o Xitoyninki zalim siyasetinin bir neticesi. Yani işgal rayonunun halkının bu zalim siyasetke karşı çıkan bir inkaz bu. Hem siyasi cihetten, hem kurallık cihetten, hem de başka şekilde kılvadıdı. Ama Xitoy bu çıkan neticeni sebep kılıp gösterip, bunlar terörist devadıdı der.
Vietnam çaplaşma hazır Xitay hamiyeti bunu devam. Bence bu uzun devam kılmaydı çünkü Meyli Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, meyli dünyanın ki insan hakları teşkilatı olsun ve şundakla bazı garip devletleri olsun, nurgun doklatları da delil ispat ile Xitay'ın ki bu zalim siyasetini paşkıgan nurgun nimeler var, doklatlar var. Yani bu dokulatlar belki hazır bazı devletler kabul kılmışsın ama bu dokulatlarını. Bence bir mezgilden ki Xitayning qilgan bu yomonliklarini asta to'naydi deb o'ylayman. Tabii ba'zilari bu Xitoydagi manfaatni ko'zitib turib balki Xitoyning gapiga kirdi ama bu mu uzun devam qilmaydi deb o'ylayman. Xo'sh, xo'sh. Xo'sh, doktor hamda İranning Shanxay hamkorlik tashkilotiga rasmiy a'zo bo'lib bu qatimmish 4-nji yo'ldagi silliq yig'inda bu e'lon qilinib, hamma tabriklab, Belarusyaningki masalasi boshlanganligi bildirildi. Siz hamda İranning bu tashkilotga rasmiy a'zo bo'lib qabul qilinganligiga qanday qaraysiz? Bu qanday ta'sir ko'rsatdi ham Shanxay hamkorlik tashkilotiga ham rayondagi vaziyatga bundan keyin? Hem de Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'nın ki hocayını Xitay. Çünkü bütün faaliyetler demişsem faaliyetin küpünün bulunu Xitay bir var. Onun için bu gibime ötüdü, bu kurgucusu. Yani Xitay chatten İran'a qaraydigan bolsak hamda İran'ın ki bu tabii gaz olsun, neft olsun baylıkları var. Onunki nurgun ham maddeler var. Xitay onunla ihtiyaç var. İkincisi Xitay şu İpek Yolu stratejisini amelleştiriş için İran'daki devletlerinin ki kıtlaşını mıhalaydı. İran chatten qaraydigan bolsak 1979'dan beri İran şu Garp devletleri bile pek münasebetini rakı kıldıramadı. Garp devletlerden kelgen bu ambargo ismi başka devletler var, Petligaşka. Rayonda İsrail devletinin kima ismi bu başka. İran özününki şu baylıklarını dünya pazarına çıkamadı ve özününki turmuşlarını yani halkının turmuşunu yaxşı kılamagandek devletinin halkıradaki tesirini mi yaratamadı. Çünkü yakın yıllarda bu yumuşavadı. Mesela Amerika, Afganistan'ı bu 2001'deki can geçişler o vaxtdaki Taliban hükümetinin bu İran'a boğan bisimini kaldırgan oldu. Ondan keyin bu Saddam'ını kaldırgandan keyin İran'ın ki garp taraftaki bu tehditini mi kaldırgan oldu. Ondan keyin bu ambargolama asta acizledi. Bundaqda İran içilişi başladı. Bir chetdan O'rta Osiyoga ichilyapti, bir chetdan O'rta Sharqqa ichilyapti. Yaqinqi zamonda mana bu O'rta Sharqdagi bu rakibi deyle düşman deme. Yani Suudi Arabiston bilan yumshab bu diplomasiya munosabatini quryapti. Hem de O'rta Osiyoda Tojikistondek, Afg'onistondek rayonlarga o'zining ta'sirini yetkazishga tirishyapti. Yani İran'ınki mi büyük Sasani devleti deydiğim bir düşüşü var. Yani hem devletlerde bir düşüşleri planları buludu. Ama esasen Yavrasya rayonuna esas algan. Xitay'ın yeni İpek Yolu proje olsun. Bu mu Yavrasya? Rusya Burundi'nin tatipli Yavrasya. Amerika mı büyük Orta Şark projesi de onu koydu, onu devam kılamadı. Onunki nezriyevileştirgen bir köz karaş olsa Amerika'nınki. Biz kürgüçü, kadirli görmelerimiz. Hakikaten Şanghay Hamkorlik Teşkilatı meselesini biz yıllardan buyon Xitayning bu teşkilat orqali nimalarni qilayotganligini o'zininki bütün hamma tashkilotga o'tirg'i qo'ygan, o davlatlar bilan elib borgan suhbatlardagi moddalar qaraydigan bo'lsak, shu atalmish terrorlik qarshi turish, asabiy kuchlarga qarshi turish, xuddi shu
aş devletlerinin hammasi aytilan bir iş ketgandek bütün maksat o devletlerinin hammasini yuqori doktorum degandek iqtisodiy jihatdan o devletlerge sağlam mablag'lari atalmış bir balvaq bir yol siyosati aş devletlerge deb atqam. Hamma jihatdan butunlay o'zininki o devletlarni ham o'zininki bo'yinturqa ostiga tushirish, xolig'ini qilish o devletlarda. Doktor qaytib kirdingizmi? Aha. Devam qilamiz bo'lsa, biroz gap qo'shdim. Yani bu İran'ı muşundak hem özününki zemininki şarkı hem de bu garp tarafga içilip İran burunqi tarihteki Sasani devletinin güçünü tikleşke tırışmadı. O şekilde meyli Şanghay Hamkarlık Teşkilatı şundaqla Xitay ve Rusya'nın kurduğu BRICS teşkilatı var. Üye olsun. Əza buluşqa tırışmadı. Yani rayonda özünü güçünü, təsirini tikləndək şu rayon xarakterlik teşkilatlarıma əza olub durub təsir dairesini kengaytishqa tırışmadı. Yani İran öz aldığı bir məqsədi var. Xitayның kimi var. Ama Rusya mandaqma oylaydı. Yani Xitay, İran, Rusya bular eğer de bir ittifak kuralığan bolsa Amerika'nı o rayonda qoğulup etkendek Amerika'nın küçüklüğünü takabül turalaydı deyilgan bir düşüncesi mi var? Aslında bu bence Amerika'nın ki ataqlıq jeopolitik mütəxəssisi Brzezinski'nin oturup koygan göz qaraşdı. Şununla bu İran hazır içilişqi tırışmadı ama İran'ın Suriye'deki siyaseti Rusya bile muvaffak emas. Yani onların arasında zıddiyet mi? İran bugün O'rta Asya'da mı tırışıp geçse Xitay bile mi belki bazı meseleler çıkışma mümkün. Çünkü İran nayda tızlık bile bu işini kılışıp tırışmadı da. Kelgüsünde karayımız hem de İran hem Arap devletlerle kanda münasebetini kılalaydı. Harp devletler bulup Avrupa devletlerle münasebetini kanda kılalaydı. Irak'ta ve Suriye'deki bu ahvalları kandak arlaşıdı. Degandek nurgun meseleler var. Hem de aldığımızdaki yıllarda kandak tereyakı kıldık. Hoş. Doktor hem de müşahede şu atılmış bir belvaq bir yol siyaseti mi? Yıllardan bu yan bununki xatirini bilgen elbette bu Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'na a'zo devletlerinin köpüncisi şunun buyun turqa astidandı. Bunu Xitay bemalol elip menish uchun xilma-xil siyosatlarni qilyapti. G'arbda nurg'un buni tushungan davlatlar asta-asta chekinib chiqishga boshlayotgan ahvolni ko'ryapmiz. Masalan, Italiyaninki bu plandan chekinib chiqish masalasida 6 iyuldagi xabarda Italiya bosh ministri Meloni'ning hokimiyat beshiga chiqqandan keyin bu masalani qaytadan chekinib chiqish masalasini parlamentga olib kelganlik masalasida. Sizce bu bir belvaq bir yol siyasetini Xitay özü ko'zlagan maqsadda oxirgi nishonga elib bora olamdi yoki bu shunday davomli holatda u yoq-bu-yoqdan davomli putoq chiqib buni shu yo'q qilish uchun tirishayotgan kuchlar g'alaba qilamdi sizce? Eğer de Xitayning küstgen o nişanga qarab bağlaydigan bolsa Xitayninki erişişi biraz qiyindek turdu. Çünkü bu yeni İpek yolununki maqsadi yoki nişanı Xitay bazarı bilan Avrupa bazarını qilibdi. Bu bağlangandan keyin Xitay şu xalqaroning iqtisodiy kuchini %40'ı ve 40'tan köperekni qo'lga tushira oladi. Yani bütün dünyada 100 bo'lsa Xitay %40-45'ni qo'lga tushira oladi. Bunundaki ticari güçnümü %60 ve 60'tan köperek güçnümü qo'lga tushira oladi. Dünyanın iqtisodiy güçünün köpünü qo'lga tushagandan keyin qolgan siyosiy ve qolgan texnologiya, ilim,
pul muamelesi degandek holatga ta'sir yetkazadi. Ve bununla ergişip koygan, ona devam qilishga tirishyotidir. Yani 2025 o hem de dünyanın 10 ilgar devlet buluşunu nişan kılgan. Onundan başka misalga dünyanın en ilgar ermisini yaratish, dünyanın en ilgar üniversitelerini yaratish, dünyanın en ilgar bu yani akıl ambarını yaratish. Hatta ki bazı ölçümünü Xitayca hem de halkara münasebetler nezriyesini Xitayca nezriyesi buluş lazım degandek her sahada bir tırışçanlığı var. Çünkü Xitay'nın ki en ahırkı nişanı 2049'da yani Xitay Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100 yılında Cihangir devlet buluşunu nişanladı. Eğer de muşu İpek yolu stratejisi emel aşmay kalsa ebeki degen Cihangir devlet buluşunun məqsəddəki erişəməydi. Eğer de bu nişan cəhətdən qaraydigan bolsaq, bu hazırki Qərb devletə ruxsat verməyənligini görüyoruz. Hem Avrupa Birliği hem Amerika şu tərəqqi qılıbatqan devletlərə məbləğ siliş üçün nurgun pul acırtdı. Yani Xitay'nın ki bu İpek yolu stratejisiye karşı. Hem de bu İpek yolu projesiye karşı bazı devletlerin ama özünün yeniğe dağıtışqa tırışıyor. Bunun misalı Orta ve Şark Avrupa devletler hemisi muşu Xitay bile yıkındı. İnsanlarda bolsa 16 plus 1, 17 plus 1 degandek bir mekanizma vardı. O mu çuğulvatıdı, o mu buz. Bulopma Estonya, Litvanya degandek devletler Xitayga qarata yüz örgen bo'ldi. Bu G7'nin ki bu azası bo'lgan İtalya burunqi hukumati Xitoy bilan bir yaqinligi bor ekan. Shu sababdan Xitoyning ki İpek yolu jamiyatiga a'zo bo'lgan bo'ldi. Ama hozirgi hukumati boshqa bo'lganligi bundan chiqib ketishning yo'lini izlayapti. Demakchi bu bazı devletler ya hükümet almışsa, meclis almışsa o kararını almıştırdıgan ahvallama var. Çünkü Xitay'nın devletlerdeki sağlam meblağla karşı o devletler ödeyemeydiğin halga kalkan geldi. Kazını ödemeyenden kim? Bula Xitay'la o devlette onu isteymen, bunu isteymen de bulup mu strateji ehemmiyeti boğan misalga portlar var mı veya ki piketler var mı, punktlar var mı degandek aşlarını manga 70 yıl, 100 yıl kirağı birisedi. Misalga Rusiyanın ki en çok halkara airport şu nime Atina'da Xitayga 70 yıl kirağı verdiniz. Misalga Atina'nın ki etrafında 3 İsil mandakiliki portlar var. Bunun ikisini Xitayga 100 yıl İtalya'nın ki nurgun çok ayak ve somka ayarlanan somkalarının işlep çıkaran fabrika zavutlarının ki hocayını Xitay bop gitti. Şununla bu devletler oylap baksa aslında asla özününki milli sanayi koldan ketip bağlanlığını körep Xitayga bolgan göz qaraşma özgürwadydy. O'rta Asiyada mı o'xshash ahvollar bor. Misalga Qirg'iziston va Tojikistonning tashqi qarzining %40'ı Xitayga bog'langan. Pokiston mı shunda? Hozir Pokiston Xitoydan qarz ilishdan voz kechib, hozir g'arbliklar bilan hamkorlik qilishga tirishmoqda. Demakki Xitoyga bog'lanib qilishni, yaqinib qilishni xohlamaydiganligini ko'rsatdi. Eğer de Xitay muşunlarla mağındıgan bolsa, yani yeni bir müstemlike siyasetini dünyada mağındıgan boludu. O vaxtda da inkazlar köpeydi.
Xitoyning shirkatlariga saldırdıgan, Xitoyliklarni urib saldigan ahvollar bundan keyin dunyo ko'plab xabar bo'lib, uni tuydigan bo'lamiz. Hakikaten deganingizda yani bu so'zlaringizdan men shuni shu aslatda hozirmi shu. Taxa oldingi kunmi tunigun bir xabar ko'rdim masalan shu Xitoyninki. Angliyadami Angliyaning eng muhim shirkatlari nurg'un sohasida Xitoyning birinchi o'rinda. Ya'ni Xitoy Angliya o'ziga iqtisodiy jihatda Xitoyni birinchi nomerlik dushman deb birinchi nomerlik tahdid deb qaraganligini. Chunki son sifirlar bilan qilib hozir hammasi esimda qolmaydi. Masalan Angliyadagi eng muhim texnik nurg'un shirkatlarninki %60%dan ko'pragini Xitoyning qo'lida ekanligini va shu yaqinda bir yilning ichida davlat bexatarligi bevosita zinva deb qaragan necha 10 cho'ng nimani Angliya cheklaganligini uni to'sib qolganligini ikkinchi uchinchi bosqichda ikkinchi uchinchi navbatda Angliyaning o'zininki va Amerika shirkatlari egallaganligini bildiribdi. Bunun qarab tursam masalan akşam masalan o'tgan oyga narsa o'ylasak masalan Xitoyniki Ukrainada hozir urush bo'layotgan bir mezgildimi? Masalan bu inson haqiqatan cho'chitgan bir narsa. Ukrainaning butunlay shu terilg'u yerlarini qanchalik desangiz masalan butun zaminning %5'iga to'g'ri keladigan 3 million gektarlik terilg'u zaminni Xitoyga 50 yillikqa kiraga beribdi masalan, ijara beribdi. Bunun ichida Xitoy xolig'ini teriydi ekan, hayvon boqadi ekan bu yerda. Uning yana u narsani Xitoydagi o'zining xohlagan shirkatlarga arzon bahada bu terilg'u mahsulotlarini berdi ekan. Bu nima degan qo'rqinchli bir hodisa hamda. Mush darajada hattoki shu Ukrainada egallagan Xitoyning terilg'u zaminni Yevropadagi nurg'un davlatlarning umumiy terilg'u zamindan ko'proq hatto Belgiyaning cho'ngliqida tuproqqa ega hozir Xitoy deydi. Bu darajada singib ketishiga sizcha bu nada uxlab qoldi bular, mushuncha bola bo'lib ketkishi nima ish qildi bu insonlar buni so'rg'isi keldi hamda. Sizcha buni qanday qaraysiz? Bu g'arbliklar Xitoyni to'lmamdagi desa, ular ta 19-asrdan e'tiboran Xitoyni tadqiq qilib kelayotgan xalqlar. Xitoyninki mashnaq qildiganligini bilish lozimdi, ammo yani bir chetdan Xitoymi tashviq qilyapti. Bizda 5000 yillik tarix va 5000 yillik madaniyat va mushu dunyoda mushu yagona o'zininki madaniyatini uzluksiz mushtaq davlatdir, manda andaq deb anlatgan ahvollar bor. Buning ishlangan nurg'un g'arbliklar bor. Men nurg'unlarini ko'rdim, ya'ni Xitoy unda qilmaydi, Xitoy jang qilmaydi, o'ltamaydi, Xitoy zulm qilmaydi, Xitoy chunki davlatlarga tajovuz yegane bir kuch degandek. Hatta Afganistanning diplomatlari mana shuna deydi. Hamma davlat bizni ishg'ol qilib boqqan, shu Xitoy qilmagan deb. O herhalde tarixni yaxshi bilmaganligini ko'rsatdi deyman, chunki 1961'de Afganistanning shimol tarafi va janub tarafining bir qismi hamsi shu Tang sulalasi beqingan. Yani onu bilish lazım o'ylayman. Muştaq bir ko'z qarash bor. İkincisi ben degandek Xitoydan aldigan manfaatlar bor. Misalga deylik Germaniyadagi davlatlar Xitoy bozoriga mashin satsa, nurg'un mashin sotildi va nurg'un pul topalaydi. Ve devletinki Germaniya devletinki işsizlikni tushagili bo'ladi, ishsizlik prosentini tovanlatib qilib bo'ldi. Degandek bu o'xshash misol boshqa davlatlar uchunmi ötüdü bunda ahvollar Yevropaning nurg'un davlat. Shuningga bu Xitoy o'zininki yomonligini ko'rsatishdan avval Yevropaliklar bo'lsin, qolgan g'arb davlatlar, Yaponiya, Janubiy Koreya hammasi, hatto Tayvan bu Xitoy madaniylashyapti, burunqidek Xitoy emas deb tushungan. Ama Xi Jinping kelgandan keyin asta-asta Xitoyni o'zgarishga boshladi, chunki manda bir tushuncasi var Xitoyning. G'arb cho'kayotdi, sharq yukselyotdi, onun degini Amerika cho'kaydi, Xitoy yukseladi. Ejani so'raydi.
Hem de bunu ihtimal deb ko'rish boshqa, bununla işinip, onundan keyin bütün siyasetini aşınıga qarta taraqqiy qildiysa, çataq chiqadi yani. Shuningga bu Xitoy o'zininki tishini ko'rsatgandan keyinla g'arbliklar ansirashga boshladi. Misoliga 2017'de shu har yili Munixda ochiladigan xalqaro xavfsizlik yig'ini bor. Bu yig'in uchun shu Germaniyanki bir aql ambiri doklad tayyorlaydi. O dokladda birinchi qitim ya'ni Xitoyninki yaratadigan tehdit G'arb madaniyatining yo'qilishiga sabab bo'ladi degandek ashunday tushunchalarni o'tirib qo'ydi. Agarda g'arbliklar tadbir olmaydigan bo'lsa, Xitoyninki davri boshlaydi, ya'ni bu 21-asr Xitoyning asri bo'ladi. G'arbliklar o'zininki madaniyatini tadqiq qo'ygan, yo'qitib qo'ygandek, o'zining qimmat qarashlarini yo'qitib qo'ydi deb, shu vaqtlarda asta-asta boshlagan, ya'ni Xitoyga qarshi. Misal bugunmi Germaniya bir Xitoy strategiyasini o'tirib qo'ydi. Ya'ni Xitoy bilan hamkorlik qilamiz iqtisodiy va tijoriy jihatdan. Ammo Xitoyga bo'ysunmaymiz degan nimalarni uchurlarni beryapti hozir. Burun Amerikami shunday yozgan. Japoniyami shunday yozgan. Tayvanmi shunday yozgan. Bugun buni Kanadada, Avstraliyami yaqinda e'lon qildi. Ya'ni tijoratda barabar bo'lamiz, ammo qolgan tarafda xavfsizlik jihatda, siyosiy jihatdan, qimmat qarash jihatda Xitoyning bisimiga bo'y egmaymiz deydi. Shuningga bu Xitoyning yuksalishi aslında mevcut bir xalqaro tamponlikni, mayli bu siyosiy, iqtisodiy, tijoriy, xavfsizlik va qimmat qarashlar bo'lsin, bu bir tamponlik bordi. Tamponlik bo'lg'achqa tinchlik bordi. Bu tamponlik buzildi. Buzilishning sababi Xitoyning yuksalishi va abaqa degan xalqarodagi tamponlikni to'lmasligi, xalqaro qonunlarni va xalqaro munosabatlar bilan munosabatlar hakkındaki qonunlarni to'lmasligi ular bilan munosabatli. Ya'ni bu Xitoy bularni to'lmagandan keyin dunyo bilan bunday dushmanlik bo'lyapti hozir. Ama bu Xitoy en baştalar dünyani qoyil qilish lozimdi. Yani men yükselyapman, ben sizlarga ziyon bermayman, men manda bir devlet, men anda bir devlet. Ama bunun degini yo'q. Aksicha nima deyapti? Biz shu dünya insanlıkninki taqdir birligi jamiyatini qurishga tirishyapmiz deydi. Bunda savol chiqadi, kimning yetakchiligida? Unda bo'lsa Xitoyning. Unda bo'lsa shu Xitoy Jahongir davlat bo'lishning yo'lini izlab o'tibdi. Buni nazariyalashtirib, chiroyli so'zlab o'tibdi deb hozir bag'an siri xalqlar buni ichidagi ma'nolarni tushunishga boshladi. Yani yig'ib kelganda Xitoy yuksaldi, mevcut tamponlikni bozdi, sistemni bozdi, tuzumni bozdi. Bununla g'arbliklar olmaydi. Xo'sh. Bu Ukrainaningki zimin masalasiga, tuproq masalasiga qanaqa qaraysiz? Chunki atrofda Xitoy ilgarimi nurg'un atrofdagi masalan Filippin bosh davlatlarga shundoq u yerdan terilgan zimin setib olish masalasi chiqqan vaqtida u davlatlardagi xalq qarshi chiqib, bu bir davlatning egilik, izzat, hurmatiga bog'liq masala bu deb amaldan qolgan ekan. Buncha vala cho'ng ziminni 50 yillik berib o'tish bu nimaning nimasi bu? Hem de Ukrayna o öz vaqtida bir kambag'al bir devletdi. Yani Xitoyninki mablag' silishini xohlaydi. Xitoy mi deydi, men bunday qilib, ma uslub bilan mablag' solma, ya'ni to'proqni bersa. Aslida o'xshab qolgan ahvollar Kanadada mı bor? Ya Avustraliyada mı bor? Xitoy mi nurg'un yerni kiralagan. Shundaqla Sudan degan davlatlarda, boshqa davlatlarda mı? Bu yolg'izlar Ukraynaninki zemini emas. Misoliga öz vaqtida shu Ukraynaninki Ural mavu urush arablarning uçar arablarninki motorlarini qanday ishlab chiqarish uchun shu Ukraynada necha ming shunday ishchi va injenerlarni epak ketganda bunda degan.
Hem de Ukrayna'da cık şu kural yasaş kette cık tekniklerini aşladın ağan. Ukrayna bunu oylap yetmegen boz gerek veya ki o vaqtida bizga bir nima bo'lmaydi. Xitoy nada, biz nada deb o'ylagan bo'lish kerak. Chunki eng chong tahdid Rossiya bo'lganligi o'ylab yetmagan bo'lish kerak. Ama o'xshash ahvollar Amerikada ba'zi to'proqni kiralab bir ishlarni qilayotgan. Ba'zi shu nefit boy bo'lgan davlatlarda Xitoy shu quduqlarni, ya'ni bu tabiiy gaz va nefit quduqlarni kiraga olgan. O nurgun devletlerde bunu kılıbadıdır. Hatta bazı devletlerde bir vaz harbiy bazılarını mı kiralavadıdır. Mesela Afrika'nın ki Djibouti degen devlette. Bu Pakistan bile Pakistan'ın ki çigra rayonlarını mı şu teröristke karşı çıkımız hep durup şu bazı rayonlarını mı kiraga algan yoki kelishim bilan vaqtincha ish turish degandek ashunday ishlarni qilyotdi. Xo'sh, xo'sh. Endi Xitoyninki yomon nomi chiqqan sari hamda xalqlar diqqat qiladi hamda bunga. Bu chatoq kedi. Misolga Turkiya Xitoyga tashviq qilyotdi. 250 ming dollar bersanglar Turkiyada grajdan bo'lasizlar deydi. Ammo bu pulni xarjlash Şununla bu Xitoy mı bu yerden zemin ilvadıdı, uy ilvadıdı. Yani bu ahval köp yerlerde bağımdı. Ulu boğandan ki nurgun şirketlerini sitvagandak, zeminlerini sitvagandak, öyünü sitvagandak, nefit tabi gazını sitvagandak kılvadıdı. Ne ötken kemiş adam da bu Xitoyninki tahdidini nurgun devletler, Avrupa'dakiler bilip yetkençe nima qilyapti dedingiz hamda. NATO'ning yig'ini bizga ma'lum. Echilib oxirlashda tunugin Stoltenberg, yana Stoltenberg Vilniusda, Litvaniyaning poytaxti Vilniusda oxirgi axborotni e'lon qilish yig'inida 2035-yilga borganda Xitoyning 1500 dona yadro o'q beshiga ega bo'lganligini hem de ularning Shimoliy Amerika ve Yevropaning hammasiga yetib bora oladigan boshqariladigan bombaga yerlashtirilganligini mo'ljallayapmiz deb unikidan Xitoyning bizga qanchalik yaqinlashganligini ko'ryapmiz dedi hamda Stoltenberg. Bu deganligi sizga nimani ifodalaydi? Acaba debli qo'yamdi yoki buningga qarata bir harakatga o'tamdi? Sizga bu bayonotni qanday qaraysiz? Aslında Xitoy yaqinqi yilda şu yadro kurallarını taraqqiy qildirish va kuchlantirishga tirishib kelyapti. Hatta Amerikanınki zeminiga uralaymiz deb da 20 yil evvel Xitoynınki şu harbiy boshlig'i chiqayotgan buni so'zlagan. Ya Los Angelesni uralaymiz deydi. Hamda texnik jihatdan, harbiy texnik jihatdan Xitoynınki şu roketininki beshiga taqab yollangan bu yadro bombası Amerikaga bag'icha 25 minut 30 minut ketdi. Amerika bu Xitoy bizga bomba atdi deb xabarni olgan hamatla 2,5 minutning ichida tayyor bo'la oladi. Nimaga tayyor? Uchib kelgan bombani qarshi bombani etishi. Yani Amerika'ga 20 neçe minutluk vakit var degan gap. Ama eğer de Xitoy bu atom bombani atmosferning sirtiga chiqib, radarni takip qilolmaydigan bir ahvolga akilib, Amerikaningki zeminining shu to'pisiga kelgan chaqda uttul osmondan yerga uttul assa belki buluş mümkün. Yani o vaqtda vaqtga bo'ladi. Amerika belki o'lgiramaydi. Teknik jihatdan. Hem de strateji jihatdan deydigan bo'lsak, ya'ni o'y fikr jihatdan deydigan bo'lsak, Xitoyningki bu yadro qurolininki taraqqiyatiga qarab, Amerika mı bununla karşı, NATO mı bununla karşı tayyorligini qiladi. Xo'sh. Yani sen xalqlar mı qiladi buni? Shuningga bu
G'arbliklar ma bo'libmi Amerikaliklarninki bir alayidligi bor. Ya'ni mesele bo'lmay turib, mesele bo'lishning ehtimoli borligini deb turib, tayyorligini qiladi. Shuningga Amerikaning beshiga necha qitim kriz kelsimi, qutulib chiqqanning sababi uningki bir tayyorligi bor. Agarda hech tayyorligi bo'lmasa, u vaqtida yo'qolib ketadi. Belki butunlay qutqizolmaydi, ama yo'qolib ketmaydi. Bu Amerika devletinin kuruluşununki felsefesinde mi şu batı? Yani İngilizce ertü gün bizning bu sömürge müstemleke rayonga qattiq siyaset yani iqtisadi ticari chetdan baş chetdan ig'ir siyaset qiladi. Şunun aldığını iliş için biz müstakil devlet kurvamızsak ertü gün qiynalmaymiz deb Amerika'nın kuruluşudur da bu bah yani. Şununla Amerika'daki bazıları vay Amerika manda bu kitbardı, Xitay anda bu kitbardı degan gapni biz manda tushunish lazım. Amerika ihtimal bo'lgan xatarlikni o'ttirib qo'yib turib, bunun tayyorligini qilish uchun buni o'ttirib qo'yadi. Bence bu NATO'nunki o ifadelerimi mushundaq deb o'ylayman. Yani Xitay tayyorlik qilyapti, biz mi tayyorlik qilaylik ve NATO a'zosi bo'lgan devletler çıkarak pul silinglar, harbiy texnologiyani taraqqiy qildiraylik. Bo'lmasa, ertugün başımızga bir kun tushsa, onunla tayyorliksiz, amalsiz qolmaylik degan bir gap deb o'ylayman. Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat. Deganingizdek, bu yilqi chiqimlarimi %8,3% o'stirib NATO'ning umumiy chiqimini, harbiy chiqimini 1 trilyon 200 milyard dollardan oshirganligini bildirdi o'tganda. Xo'sh, endi mushu qo'shnimiz Qirg'izistonga kelaydi. Haqiqatan mushu 7-iyulda bizlarni nihoyatda cho'chitgan, bizni afsuslantirgan bir ish bo'ldi hamda Qirg'izistonda. Yillardan buyon bizning vatanimizdagi butun dunyoda soqchi davlati deb nazorat, bütün her yer kamera bastırış, xalqni qattiq bastırış işi bo'layotgan, bunu dünyada bilmaydigan bir kishi qolmagan bir vaziyatda Qirg'izistonning bexatarlik doiralari ichki ishlar ministrligidan bir hay'at Xitoy taklif qilib bizning Sharq Turkistonga o'limchilarni ziyorat qildirib, xalqni qanday bostirganligini, qanday nazorat qilganligini, video suratlar ba'zi chiqishi mumkin. Yana şu bu kelishim tuzib bu ziyoratdan keyin Xitoy doiralari şu Qirg'izistonning bexatarlik xodimlarini tarbiyalab berish, terrorlik yani atalmış terrorlikqa qarshi turish taktikalari haqida dars berib qo'yadi. Şu imzolagan shu nimani ichida Qirg'iziston bexatarlik xodimlarini tarbiyalaydiganligi tilga olindi bu nimada. Uning keyin şu nazorat qilish davlati qurish to'g'risida Qirg'iziston taraf maslahatlarga erishibdi. Qirg'iziston vakillar o'mikining e'lon qilgan narsasi bu. Bu hamda inson haqiqatan ichindiradigan bir masala. Diniy oshqo'llikni qanday yo'qotish, xalqni qanday bostirish xabarning ichida hammasi tilga olindi. Soqchilarning bir ish chiqqan vaqtida qanday kam ko'lamda qattiq bostirish to'plarni degandek mushlar tilga olinibdi. Buningga qanday qaraysandı bu meseleye. Qirg'iziston xalqi ham O'rta Osiyo davlatlarining ichida hammadan Qirg'izistonda davomli bir ish chiqadigan, davomli bir rais almashadigan xalq boshqa davlatlarga nisbatan u yerning xalqlari azroq hukumatdan bir xodimiga bir ishni ko'rsa bostirib saroylarga kirib ketgan bir xalq var Qirg'izistonda. Bu xalqni ana shunday bizning Sharq Turkistonga o'xshash butun qopqondan ichiga oldigani men o'g'itaydi deyapti Xitoy. Buningga ma'qul o'timish. Bunun qana qaraysiz? Hem de bu aslında Kırgızistan Cumhuriyeti kurulgan vaqtidalar Xitoy shunday bir siyasetine ilip bağlan. Yani Kırgızistan'ki şu CH idaresiga yardım kılış. Mesela 94 yıldan Kırgızistan vaqtında bütün saqchilarning ishlatgan mashinalari Xitoyning. Yani qo'lidagi tayoqmi Xitoydan. Yani bu nurg'un narsa Xitoyninki yordami bilan bo'layotgan. Yani 20 necha yildan beri bu devam qilyotdi. İkincisi bu Şanghay Hamkorlik Tashkilotininki ramkasida terrorizm bilan kurash qilish
ne nişan kılıp durup devletler arasında da kilişim var. Yani şu akbaratlar olsun, təvəkkülsüzlük hiccetten olsun, muşundaq bir kilişim var. Bunu devam kıldırıyordu. Ondan başka Xitay ile Kırgızistan arasında ayrım muşundaq kilişimler var. Yani hazırki ahval şu kilişimninki bir devamı, faaliyetendi. Hem de bu Kırgızistan demiş ki bunu kılıdı, bu Uygurlar izlivasa, uyadaki Kırgızlar mı izlivasa degende. En başta ben degендek devletin menfaati muhim emdi. Hem de milli menfaat degen vaqtida iki asas tema var. Birisi şu devletninki mevcudiyetini qo'llab qilish ve terakkiyatını qo'llab qilish. İkincisi devletninki bayaşat ve halkninki bayaşat yaşaşı, devletninki iqtisad jihatdan kuchlanishi, halkning iqtisod jihatda bu bayaşat yaşaş. Bu iki esas bo'lgan, yani bütün dünya için, bütün dünyadaki devlet için o ötüdü bu. Şununla Kırgızistan hem de hazırki bu milli menfaatini qo'llab qilish uchun Xitoy bilan bo'layotgan munosabatni devam kılıvadı. Bu yerda hem de Kırgızistan hükümetini tanqid qilsak mı? Buna ben degandek 20 necha yildan beri kılıvadı. Tanqid qilsak qilmasak yani bu iş muşdan mağındı hem de. Kaçan şu Xitoydan qutulalaydigan bir yerga kelgan chaqda o vaqtida belki siyasetler bir özgürlük qilish mümkün. Çünkü O'rta Asya'daki bu devletler iktisadi biraz nachar bo'lg'achqa hem de bu iki çoğun devlet Rusya ve Xitoyning arasında sıkışıp qolg'achqa ularninki xohlagancha bir öz aldığı bir yol tanlash, bir siyasetini tanlash ular için qiyin bir ahvol. Şununla bu çoğun güçlerinin arasındaki bazı tamponluklardan fayda ep turib özününki əbəqə degen milli mənfəətini qoqdaşqa tırışıvadıdır. Şununla əbəksiz degen əhvallarımı görünüvadıdır həmdə. Doğrudur. Bizdek bence körümüz aldığımızdaki küllerde Kırgızistan halkınınki devamlı özünün hakimiyetiga qalayimqan chiqib bo'g'ishi qarshi turadigan tabiatiga qarasak uni agarda bizning vatandagi Uyg'urlarni shunday qattiq qamal qilib har yerga kamerani bekitib bostirib qilgan shaklda qilib qolsa Jabborovning hakimiyatining ta'siriga uchrashi mumkin deb qarayman. Qirg'iz xalqining mijoz xulqi qarasa inson Alloh yetkazmasin bu shaklda qalayimqancha qilishiga Xitoyninki. Hem de doktorum şu Amerika'nınki elbette yakınlığı şu neçə ayın içinde AKA'dan ziyaretler oldu. Yakınlam Janet Yellen'in ziyareti, 4 günlük bir ziyaret oldu. Onundan burun Blinken'in ziyaretini bunu bu vaxtki düşüncemizden bir asam. Çünkü ziyaretimi bir ilqi onun layık bir şekilde kütüvelenmedi desek buldu. İş qanday xalqa seviye cihetten olsun, oturup kuyulgan meseleler olsun. Siz bu umumi ziyaretlerin AKA'dan Amerika'nın bir yerге kelişi ve oturup kuyulgan toxtamlar kelişilgen, tilge ilingan sözler, diplomatik tiller. Bulardan nimelerni his qildingiz mesela, his qilishimiz kerak. Amerika-Xitoy münasebetida. Ondan kim bunda ziyaretler köpeydi deb o'ylayman. Hazır Xitoy fakat yol vermegen şu harbiy katvaşlarının görüşüne tekrar ruhsat vermeydi. O mu bir güne amelleşidi deb o'ylayman. Hem de Amerika tarafından nima uchun bundaq qilib ketadi deganda hamda birinchidan bu Amerikanın hozirgi hukumatininki yani Demokrat Parti hukumatinin tutgan yolu ve qabul qilgan ideologiyasi liberalizm. Liberalizmninki esas göz karışı hemkarlık bile bu cidalini yoktur. İtilafını yoktur. Şununla bu mandamıyor. İkincisi Amerika Xitoyning arasında bir jangning chiqib qilishininki xatarligini ko'rgan gap. Yani nurg'un meseleler hal bo'lmagan vaqtida eng oxirgi hal
bo'yicha mushu jang bo'ladi hamda siyosiy diplomasiya iqtisod mushu nima pul muomalasi degandek tun xil vositalar ishga yarmagan taqdirda u vaqtida eng oxirida amal jangni boshlagan gap amerika tarafi buni his qilgan gap buni shuningga bu xitoy bilan jang boshlamay turib munosabatlarni ma'lum bir seviyada tutib tursak deydi shuningga orqadan ziyoratga kit bor deyli ki bu cumhuriyetçiler keldi deyli bularninki ideologiyasi hamda realizm realizmda hamda kuchga kuch yani nima deysalar deganga nima deysa o'xshamaydi yo'li o'xshamaydi undan boshqa bu Amerika'nın içki siyaseti bilan münasebeti var. Çünkü kilerci saylam var. O saylamgacha şu Amerika'nın ki iktisadi durumu ahvalı biraz yaxşılaş lazım. Enflasyon biraz tüzülüş lazım. Ondan kim bu Biden tekrar sayılış lazım. Bunu kılalış için Xitay'daki çoğun ikinci iktisadi güç bile münasebetini yaxşı kıldırıp ticaretini güçlendiriş, iqtisodiyotdagi munosabatni güçlendiriş, bir-birisiga bo'lgan o sağgan mablag', bir-birisiga soldigan mablag'larni ko'paytirish degandek, shunday bir maqsadi bor. Chunki hammamiz bilamiz, hozir Amerikanınki birinchi tijoriy nimasi sherigi Xitoy edi. Xo'sh. Hozir kim bo'lib ketdi? Misoliga Meksika bo'lib ketdi. Avrupa Birliği bo'lib ketdi. Kanada bo'lib ketdi. Xitoy 3-4 o'ringa tushib ketdi. Demak, ularningki iqtisodiy tijoriy munosabati burungidek emas. Shuningga bu manfaatlarni ko'zitib turib, mush xil munosabatlarni davom qilyotdi. Ammo Xitoy bosh kelmayotdi. Sen agar munosabatni tuzayman desan, birinchidan o'sha Turkiston masalasi, Tayvan masalasidan topayli bizga qaratilgan ambargolarını cezalandırışına kaldırsa deydi. Hoş. Bu hükümet kaldıramaydıqanlığını bilimiz hemimiz. Çünkü kongrede ilingan karar boğanlığı kongreden kaldırdığını. Onun ki münasebetini yaxşı kılman desem bizge boğan hürmetinden mi kılsa deydi. Şununla misal vakitim Maliye Ministri Yelen'in ki bir işinde belini iyigip görüşü, tazım kılışı belki aşı hürmetimni qilib qo'yay deganmi bilmadim hamda Xitoy u hurmat istayapti. Ya'ni Xitoymi byudjetdan deydi biz jangdan qo'rqmaymiz ammo jang ichishni xohlamaymiz deydi u. Amerikaning byudjetdan tahdid qilib ya'ni byudjetdan o'zini harbiy kuchini kuchlantirib abaqa hurmatlikni ilishga tirishyapti. Amerika'nın ki maksatı muşu ebefir yukarıda diğer 3 sebeplerden tüpeyli bulvadı doğmuşu ziyaretlerde oylayman. Hoş. Hakikaten deganingizda ish qilib o'ttirg'a qo'yilgan suhbatlarning ichidan masalan Blinkenning suhbatlarining beshidami ta Xitoydan ayrilgan vaqtida axborot e'lon qilish nimasida bizning masalamizmi Hong Kong, Tibet Uyghur masalasini tilga olganligini deydi. Demak, suhbatlarda butunlay hozir faqat ikkisining o'zining o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash uchun tirishayotganligini ko'rdingiz degan gapda unda bo'lsa. Xitoydan ayrildigan dedi, ammo boshqa xabarlar. Ikki davlatning munosabati burungidek bo'lamaydi endi. Hozir shu Yamanga qarab ketgan munosabatni ma'lum bir seviyede tutup duruş. Yani Yaman'a karab ve ahireti can kılışınınki noktasığı kâmisindeydi, seviye kâmisindeydi. Hoş. Şunu kılvadı da. Yani iki devletin münasebeti burunkudek bulamaydı. O Uygur meselesi, Hong Kong meselesi, Tibet meselesi bazen belki künter kâmis ama o mesele devamlı hem de turdu iki devletin arasındaki münasebetin bir yerinde. Vakti kelse oturuğa itip durdu, vakti kelse kömülüp durdu. Ama bu iki devletin ki kurulma karakterlik meseleler bunundaki mahal olmaydı da oylayman. Ta ki iki devlet
yeniden kuruluş lazım değil mi? Hakimiyetler Xoş. özgürlüş lazım, ideoloji özgürlüş lazım, diplomasi kaydıları özgürlüş lazım. O özgürlüşler yakınki vakitte bulmaydigandek turdu. Hem şu yelininki 4 günlük ziyareti de, muş ziyaret devam kılıvatkan mezgilinin içinde, mesela Xitay reisi Xi Jinping'inki şu nime bir, ne bu? Nanjing'deki Xitay armiyasının Şarkı Front komandanlık merkezini ziyaret kılıp, Yelin Xitay'da ziyareti buvatıdı. Bu vaxtıdan bu bir uçur oluş mümkün. Dünyanın yeni özgürüş ve davalgıç devrige qadam qo'yganligini, devletinin bexatarlik sohasida muqimsizlik va aniqsizlikka duch kelganligini ilgari surib, bu yerda butunlay jangda g'alabani qo'lga keltirish uchun armiyaning iqtidorini kuchaytirish kerakligini o'tirib qo'ydi. Bu mu bir sizcha kimga uchur vermoqchi, nima demoqchi bu yerda masalan? O'xshash ahvollarmi bu Blinkenninki Xitoy ziyarati vaqtidami? Ha, Xitoyninki heykerleri Amerikaga aşı nurgun idarlar hücum qildi. ha. Xitoy deydi, sen bana yalvarıp geldin. Ben yani sana undaq yalvarğaçqa men sana unda yaxshi ko'rinma emas. Biz yanılar neticede mavu takip senin digininde. Şununla men sana bu popozlarını köstümen, ben üzerine küçüğüne sana köstümen. Sen bana baş eğiş lazım, tazım kılış lazım. Degandek bir düşünce buluş mümkün. Çünkü tarihte Xitaylar şu Hunlarga, Köktürklerge, Uygurlarga şunu kılar. Küçüğe ulağı yetmezdi bazı vaktlarda. Şundak turukluk yana samanın astıda yana bir oyunlarını oynar. Yamanlıklarını yanı kılar. Şu bununki bir imdemiz bir siyasi medeniyeti de değil. Bunda bir kaydısı var. Yani bir chatten biz dost bolalayımız bir chatten küçümlük üstüme geldik bir ahval. Bunu kimler hatırlattı degende bu Lushu'nun yazgan AQ'nu hatırlattı. Değil mi? Doğru, doğru. Hem de hazır abay oturda koyulgan sizin de mesela Blinken bilen hazırki Tashqi ishlar ministri Çingan çıktı o yerda. Çinganın bu hazır mesela 15-20 gündür men yo'qolib ketganligi axborot, xalqaro axborot vositasida gap bo'lyotdi bundan keyin. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi aniq bir javob bermedi. Xitoy virusidimi, virus qoldimi desa, uningga bir javob bermedi. Rasmiy doiralarning hech qanday javobi yo'q. Faqat og'rib qoldi, kasal bo'lib qoldi deb ham mesela nurg'un maqtimqi Sharq Janubiy Osiyo yig'iniga 13 bigan echilish boshlandi hozir nimada. Bu yig'inga Wang Yi Xitoyni temsil qilib bordiganligi bildirildi. Tuyuqsizlam bu shu Janet Yellenning nimasidimi, ziyorat jarayonidami bunun ko'rinmasligi hech bir yerda. Siz bunu başka axborotlarda bir narsa ko'rdingizmi? Xitoy tuyuqsizlam Xitoy yo'qolib ketdi deya yog'ishtiryaptimi Xitoylar buni? Hem de bunu bilemedim hem de nima bo'lganligini. Aslında belki bazı devletninki istihbarat teşkilatı belki bilirdi de Xo'sh. Bizninki onda imkanımız bo'lmag'achqa o Çinganның nima bo'lib ketganligini men bilmayman. Belki ertesi gün aslasın haberler çıkmış mümkün. Xo'sh. Xo'sh, unda bo'lsa albatta bu Dalay Lama masalasi bor bu yerda. Dalay Lamaninki bu 8-iyulda bir xabari chiqdi, shu Hindiston vaqt kezdida. Shu yerdagi bir muxbirning savoliga javob berib, biz shu Xitoyning Dalay Lama bilan suhbat o'tkazishga qiziqayotganligini bildirib, u yerda bir gap bor dedi Dalay Lamaninki. Biz azaldan biz mustaqillik talab qilmaymiz. Biz nurg'un yillar ilgari Xitoyning boshqarish dairasida qilishni qaror qilgan edik. Deb, navbatda Xitoyda o'zgarish bo'ldi. Xitoy taraf rasmiy yoki g'ayri-rasmiy vositalar bilan men bilan aloqa qilishni xohlaydiganligini bildirdi. Biz suhbatga tayyor. Bu gap o'tirg'i chiqib qoldi hamda. Buningga qanday qaraysiz? Acaba sizcha Tibet chet eldagi Tibet faoliyatini qilayotgan butun Tibet xalqi shunday qaramdi yo bu qanday qaraysiz bunga? Bütün Tibet halkının hemmisi işte karayda değil bu maydan. Bu çeteldeki bazı
Bu bir Dalay Lama mag'lubiyatlik bir bahsetti. bayonot emasmi bu yani. O'ziniki taslim bo'lganligini bildirgan. Yani bu Dalay Lama burundan tatipmiş bir siyasetini ilip kilvatlar. Xo'sh. Tibet hükümeti mi muşunda bir siyasetini devam kılıp kelgen. Xitay bilan necha qitim ko'rishdi bular 1980'lerin beshidan itibaren 90'largacha bu Xitay bilan Xitay hükümeti bilan ko'rishib turdi bular. Ama bir netice çıkmadı. Yani otonomiyani xalayman, to'liq otonomiyani xalayman desimi Xitay uningga unmadi. Xitay çünkü seninki davatgan otonomiya mustaqilning bir başka bir ifadesi deb anda düşünülüp yoki ehtiyojida düşünülüp karşı çıkıp kelgan. Hem de Dalay Lama hem de yaşlanıp kaldı. O ölgenden keyin yeni bir Dalayni tepish lazım hem de Dalay Lamani. O Dalay Lamani Xitay tayyorlayapti. O Tibetninki boshqarish qoidasida biri Panchen var, biri Dalay var. O Dalay bilan Panchen arasındaki yaş farkı var. Misalga birisi ölüp ketip, o biri kichik bolaning tapqıcha Lama öldü değil, Dalay öldü değil. Panchen boshqarib turdi. Panchen o'lgan bo'lsa, Dalay Lama boshqarib turdi. Mujna bir qoida. Ama Xitoy hozir hem Dalay Lamani hem de bu Panchen Lamani hammasini tayyorlab bo'ldi. Yani bu Dalay Lama o'lgandan keyin hozirgi Dalay Lama uning yeriga o'tadiganlarni hammani tep bo'ldi hozir. Shuningga bu Xitoy balki sohbet qilayli deb yomishtib nima sohbatni qabul qilishi balki bu hozirgi siyosatni jidalsiz bir ahvolda amallashtirishga tirishyapti deb o'ylayman. İkinciden bu Amerika olsun, G'arb olsun, Uyg'ur meselesi, Tibet meselesi, Hong Kong, Tayvan meselesi de Xitoyning beshiga nurg'un meselelerine tangan. Belki hiç olmasa ama Tibet biraz müstakil istemiyordu. Bu otonomiyadeydi. Şunda bu olsun. Bunu aldap saldap, dömüsünü sılap, işyanısını sılap, şu epey diyen meselelerinin birisini azaltsak mı meyli deb oylagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ama Dalay Lama bir ömür tirishdi. Ama yani o'zininki tug'ilgan yerga ve o'zining millatininki yashayotgan zaminga qaytishni xohlagan bo'lsa kerak. Turli sebepler bordir deb o'ylayman men so'zlaydigan sebeplarni bordir deb o'ylayman. Şu odamlarga uyg'usaldigini masalan hatta bizning maslimizdan ko'proq masalan Amerika tilg'inlayotgan hatta o'tganda Tibetninki Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan zamin ekanligini e'tirof qildirish qonun loyihasi tilg'inlayotgan bir mezgilda yani tuyuqsizlam ham masalan iqtisodiy jihatdan bo'lsin, dunyodagi nurg'un davlatlarning qo'llash jihatdan bo'lsin bizning maslimizdan hassa ortiq ko'rinayotgan bir nimaninki beshidagi kishininki bu şekilde kayniga dajish. Albatta siz nurg'un qatim yillardan buyon bu xalqaro jamiyatniki Tibetlardan so'yib ketganligini emas. Dadil o'tirg'i chiqmaganlik uchun degan masalalarni tilga olgandingiz. Bu eng yorqin ifodasi bo'lsa kerak hamda. Bu shunday bir destek qo'llash bo'layotgan vaqtida bunday ifodalar o'tirg'i chiqish hamda. Shuning uchun so'radim. Xo'sh, unda bo'lsa vaqtimizni to'shib eshib ketdi. Yana bir muncha savol turdi. Musharat tugasak bo'larmikan sizni bakarishib o'tdim. Allah razı olsun. Köpten köp rahmet. Doktor. Allah sizlerden razı olsun. Rahmet. Rahmet. Qadrli ko'rganlarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni musharatda tugutaylik. Sizlarni mucharish etmaydi. Demak, ahvollarimiz shu nurg'un ishlar bo'lyotdi. Alloh subhanahu va taolo bu tajovuzchilarning bu bugungi doktor chiqatmaysiz? Hozir eng muhim bugungi temamizniki doktor. Doktor? Doktor chiqib ketdi ondan. Mayli, unda bo'lsa oldimizga kelgan bir qatim suhbatda paranglashamiz, suhbatlashamiz.
Demek ki yani Xitayninki qadrli ko'rmalarimiz her jihatdan bugungi temamizning asli Xitoyning halokati urush bilan boshlanadi. Nurg'un analizlar qaraydigan bo'lsak, tarafdan bir tarafdan Amerikaning masalan o'ttiridagi mavjud bu ig'ir yiriklashib ketgan munosabatni biroz yaxshilashga tirishayotgan bo'lsin. Doktor Ma'abay dedi, hargizmi burunqidek yaxshi holatga kelolmaydi dedi. Tarafdan boshqa Yevropa qaraydigan bo'lsak, ba'zi masalalarni o'ngishib olishga buningga moyil bo'lganda xuddi bizning masalalarimiz buningdan Xitoyning shunday kunsiri kuchayib dunyoga qildig'ini qilib bizning masalalar xuddi yepilib qoldigandek tuyg'u berib qo'yishi mumkin hamda. Lekin atrof qaraydigan bo'lsak, mayli bu rayondagi Tayvan masalasida bo'lgan Xitoyninki tutumlari, Xitoyninki barliq masalalarni umumiyatni o'ylagan vaqtida Xitoyni butun bugungi dunyodagi kuchlar bir shaklda tatip akirib buni Xitoy bilan ya o'zi tarafidan bir urush bo'lib qolgan vaqtida Xitoyninki vayron bo'lish, parchalanishi xuddi yipi uzilgan marjandek keldigan maydonga keldiganligi ishlarninki. Xuddi hozir Ukrainani ko'ryapmiz. Bir hatta uningdan burun agarda urushib qolsa Rossiya manki soatning ichida tugitdi deb qaraydi hamda dunyo. Shunda analizlar bor. Ammo lekin o'ylamagan yerdan bu yana ham davom qilyapti eng kuchli shaklda. Demak, bir shaklda bu yerda Xitoyni urushga so'rab kirdigan bir sharoitning patiqanda keldiganligi bu ish chiqqan vaqtida lekin Xitoyninki tarafdan vayronchilikqa parchalanishga boshlaydiganligini so'zlayotgan, analiz qilayotgan masalalarni nayt ko'p o'tirib qo'yilyapti. Inshaalloh Rabbim bu tajovuzchilarning jahoniga ho'kirab butun qilayotgan rezilliklarni, jizliqlarni, shiplasliqlarni vatanimizda va boshqa joylarda, vatanimizda emas boshqa davlatlarda ham ko'ryapmiz ana atalmish mablag' solimlar kirib qanday qilayotganligini. Bu tajovuzchilikni albatta yerga urdigan, yo'qildigan parchalanadigan kunimi kun sari tariyib, aziyib menyapti albatta. Bununla işinimiz ve bununla göre hareket kılımız inşallah. Allah ömür verse aldığımızdaki sandık görüşükçe aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.